Assalomu alaykum. Jo'ralar, do'stlar. Bu videoda men sizga kichik do'koningiz yoki magazin yoki sklad omboringiz uchun buxgalteriya a, hisob-kitobchi degan dasturini, sorry, ilovani taqdim etmoqchiman. Qanday ishlashini ko'rsatmoqchi edim. Umid qilamanki, bu ilova sizning ishingizda ajralmas yordamchiga aylanadi. Har kungi yordamchisiga. Siz ko'rib turgan jadvallar yaxshi tanishimning haqiqiy savdo hisobotidan olingan ma'lumotlar bo'lib, ushbu ma'lumotlar bilan to'ldirdim tablitsalarni va jadvallarni. Keyin uni ishlatish uchun sizga Windows operatsion tizimiga ega bo'lgan kompyuter kerak bo'ladi. Ikkinchidan, shuningdek, brauzer ham kerak bo'ladi. Men Operadan foydalanaman. Operadan. Siz Chrome, Edge kabi boshqa istalgan brauzerdan foydalanishingiz mumkin albatta. Yani devam etsem ekan. Muhim narsa shuki, ushbu ilova kassa apparati talab qilmaydi. Masalan, ishni endi boshlaganingiz uchun sizga kassa apparati keragi yo'q. Yo'q, kerak bo'lganda uni alohida ishlatasiz. Bunga ta'sir qilmaydi bu ilovaga. Ikkinchidan, bu ilova umuman internetni talab qilmaydi. Internetga ulanishni umuman talab qilmaydi. Shu uchun hech kim sizni savdongiz, kunlik daromadingiz, savdo hajmingiz yoki boshqa narsalar haqida, izohlar haqida bilmaydi. Bu ma'lumot sizning shaxsiy maxfiy ma'lumotlaringiz bo'ladi. Internetsiz rejimda ishlaydi ish qilib. Iltimos, ana ushbu muhim fikrga e'tibor bering. Iltimos. Keyin yana nima demoqchi edim? Birinchidan men sizga to'liq jadvallar qanday ko'rinishga ega deb ko'rsatmoqchi edim. Shunda siz hamma narsa qanday ishlashi haqida hech bo'lmasa tasavvurga ega bo'lasiz deb o'yladim. Endi mana masalan aytaylik, ko'tarma jadval. Ko'tarma emas bu, aralash-quralash bu barcha tovarlarning nomlari bir tablitsada to'plangan. Mana masalan, bir betda 25 ta emas, 100 tadan naименование ko'rsatilsa, mana 6 betda, har bitidan 100 tadan bo'lsa 600 gacha molning nomlari bor. Bitta magazinchada sig'dirilgan mana shuncha tovar
Endi mana masalan misol uchun klapan degan narsa. Klapan sotdingiz. Klapanlar chiqadi, любой klapan. Yo masalan klapan ko'p bo'lsa, nomerini olasiz. Bu nomeri yo'q ekan, unaqa kod demoqchi edim. Kod. Nomerini ham olsa bo'ladi. Bravo. Yo bu nomerini olar ekan mana. Yo kodni, yo nomerini, yo nomi, tovar nomi, yo izohmi, boshqami, mana bundan tashqari, bulardan tashqari hammani izlaydi, ana shu top beradi, oqtaradi. Shu joyda ushbu videoni yakunlamoqchi edim. Bu videoning maqsadi o'zi aslida sizlarni qiziqtirish edi. Keyingi videolarda men mana bu barcha ana shu tovarlarni o'chirib tashlayman. Yangitdan boshqatdan kiritamiz tovarlarni, o'rgataman qanday sotishni, qanday qarzga berish. Eng muhimi masalan bir kunda qancha foyda topganingizni ko'rish, savdo qilganingizni ko'rish hajmini, bir kundami, bir oydami, bir mavsumdami, shunga qarab xarajatingizni qilasiz. Shu yo'l bilan sarmoyangizga zarar tegmaydi, saqlanib qoladi. Ishqilib shu ilovaning egasida bo'lasiz va u mayda ishlatsa, to'g'ri ishlatsa. Shu gap. Shu joyda yakunlamoqchi edim. Aytganimdek, tomosha qilganingiz uchun rahmat jo'ralar. Endi keyingi videoda uchrashguncha salomat bo'linglar. Rahmat.